Saraton kasalligiga qarshi chora topgan inson o'zini uyida o'lgan holatda topildi. Bu inson Savanguni, Turkiyaning eski shahar hududida qariyb 26 yildan buyon saraton kasalligiga qarshi izlanish olib borib, 75% formulani bajarib bo'lgandi. Va bu formulani sentyabr oyida ochiqlayman deb e'lon qildi, lekin e'lon qilganning orqasidan o'zini uyida o'lgan holatda topildi. Nimaga? Saraton kasalligiga qarshi chora topgan uchun. Faqatgina bu inson emas. Braziliyada ham saraton kasalligiga qarshi izlanish olib borgan 15 ga yaqin doktor samolyotga o'tiryapti. Samolyot uchmasdan avval 7 ta tushib qolyapti, lekin o'sha samolyotda 8 ga yaqin saraton kasalligiga qarshi izlanish olib borgan doktorlar uchib ketyapti. Samolyot uchayotganda o'zidan o'zi qulayapti. Va u samolyotda Leo Pereira, o'sha saraton kasalligiga qarshi jiddiy izlanish olib borgan inson qurbon bo'lyapti. Uning yonida va yana boshqa doktorlar, jiddiy eng muhim doktorlar qurbon bo'lyapti. Nimaga? Biz kasallikni sotib olishimiz uchun. Juda ham ko'p davlatlarda saraton kasalligiga qarshi izlanish olib borgan insonlar o'zidan o'zi qurbon bo'lyapti va bu sekin yopti bo'lib ketyapti. Ana shuning uchun do'stlar, sotilayotgan kasalliklarni o'zbekchaga tarjima qildirdik. Global muammoga aylanib boryapti sotilayotgan kasalliklar. 28-kuni Najot ta'limda kitobni muhokama qilamiz. Kitob taqdimoti bo'ladi. O'zim ham o'sha yerda bo'laman. Bemalol kelishlaring mumkin. Sizlar uchun maxsus